Bugün birgelikdə Xorazmcha bo'g'irsoq tayyorlaymiz. Shunam o'rgatasizmi? Hamma biladi-ku, deyishlariniz tabiiy. Savollarinizga javobni videoni oxirida bilib olsangizlar bo'ladi. Buning uchun bizlara 1,5 stakan iliqdan issiq bo'lgan sut, 1 osh qoshiq shakar, 1 osh qoshiq dro'jja kerak bo'ladi. Yaxshilab aralashtirib 5 minut ustini beklab qo'yamiz. Choy qoshiq tuz, 50 gram slivichniy yog', 1 dona tuxumni solib aralashtirib olamiz va un solib xamir qaramiz. Xamir tayyor bo'lishidan oldin yana 2-3 osh qoshiqda o'simlik yog'i solib yaxshilab mushlab olamiz. Agarda xamirlaringiz yumshoq bo'lsa, yana un solsangizlar bo'ladi. Yapishmaydigan o'rtacha yumshoqlikda xamir qarib olamiz va yaxshilab o'rab, issiq joyda 1 soat dam oldiramiz. Tayyor bo'lgan xamirni 2 zuvalaga bo'lib olamiz, miqdorda un solib yayib olamiz. Bo'g'irsoq retseptini joylashimdan maqsad yosh kelin va qizlarimiz o'rganishi uchun. 15 yil oldin o'zim ham yosh kelin bo'lganman. Men pishirgan bo'g'irsoqlar her doim qatib o'xshamin chiqqan. Bir menga o'rgatishini dim xohlaganman. Ko'pchilikka foydali bo'ladi degan umidda bu videoni joyladim. Bo'g'irsoqlarimiz ham tayyor bo'ldi. Tarqatish uchun shuningdek cho'plara o'tirib tayyorlab oldim. Videom agarda sizlarga foydali bo'lgan bo'lsa, yurakchani bosib qo'ysangizlar, xursand bo'laman.